Monster skuterimiz yangilangan variant keldi. Monster skuterimizni quyidagi tomonlardan akkumulyatori ikkita qo'yiladigan bo'lib keldi. Ikkinchi akkumulyatorga ham bemalol joy bor. Pastda miyani o'rnatadigan joylari plastmassa bo'lardi, temirli qilib kelindi, ancha baquvvat bo'ldi. Motorlari ham ancha baquvvat, noshkasi ham o'zgarib, ancha yaxshilanib keldi. Mana ko'rsatib bo'ladi. Noshkasi ancha baquvvat, keyin bunaqangi tormozlari jitkisli ancha baquvvat bo'lib kelgan, amortizatorlari ham yumshoq, ancha yaxshilanib keldi bu partiyamiz. Akkumulyatorlari o'sha 60-28 da akkumulyator, bitta zaryad bilan 50-60 km hozirgi kunda, yozda 80-90 km bemalol yurib beriladi. Tablolarga keladigan bo'lsa, tablolar elektronli, kartlari, pullari ikkitadan bo'ladi. Bakovoylari hamma qo'shib beriladi. Telefon postavkalarigacha bor. Telefon postavkani tagida shu telefonni zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. Shunaqangi kabel tutib ketilgan. Tezlik 25, 3 ta skorosti bo'ladi. Oldi arqa tormoz jitkisli bo'ladi. Keyin korzinkasi ham ancha baquvvat kelgan. Farasi oldingilarda oddiy fara bo'lib kelgan edi. Bu safar ikki tomondan bunaqangi temirlar qo'yib kelingan, ancha baquvvat qilib ishlangan, uncha-munchaga sinib ketmaydi. Balonlari ham ancha yaxshi ishlangan, mana oldi tormozlari ham jitkisli, ancha yaxshi ishlanib kelgan. Hamma dokumentlari bor. Zaryadnilari, dokument pedali hamma yo'q bo'ladi komplektda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda navbatdagi bemalol telefon qila olasizlar. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatimiz bor. Nasiya savdoga ham qilib bera olamiz. Uzun nasiya va open nasiya orqali bo'ladi. Uzun nasiyada plastik deploylangan kerak bo'ladi. Open muddatli to'lovda shunaqa rasmiy joy kerak bo'ladi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Toshkent Qo'qonchi dastlabki xizmatimiz bepul. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Bemalol pastda navbatdagi telefon qilib, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa chiroyli narxlarda chiroyli qilib beramiz.